Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Andijon Moshina bozoridan Nexia 1lar qatoriga keldik. Nexia 1larni mana chiroyli, yaxshi, arzon, pul yengillardan ko'rsatilgan ukalarimizga, akalarimizga mana 4 yumshoq balon bor, saka diskasi bor. 2004-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Stalon svetda, qora bufer. Mana ko'rishingiz mumkin, mashinamiz yaxshi holatda. Ichki holati mana poli bor, relonim bor, barlari bor ekan mana. Ichki holatlari yaxshi. Udar qilib, chiroyli qilib, mehr berib yaxshi qilib qo'yibdi mana. Nexia 1 istab yurgan akalarga jo'natib yuborasizlar bemalol, xotirjam. Dokumentdan muammo yo'q deyapti. Motor hadovoy korobkalari joyida ekan. $3000 kami bor deyapti. Endi telefon qilib o'zingizlar kelishib gaplashib olasizlar. Telefon nomeri 88 110 44 81 raqamga aloqaga chiqa olasizlar ekan. Nexia 1 mana. 3000 kam bor ekan. Andijon Moshina bozorida mana navbatdagi mashinamiz Nexia 2. 4 ta yumshoq baloni bor. Mashinamiz holati yaxshi holatda ekan. Polik bor, chexollar bor ekan, bari bor. Chexollar yaxshi holatda ekan mashinamiz. Mashina normalniy holatda ekan. Aka buni motorda kamchilik yo'q? Motordami? Ha, motorda kamchilik. Motorda umuman kamchiligi yo'q, yangi qilingan. Hadovoylar korobkalar joyida. Hadovoyi o'rta. O'rta. Bo'lmasami, ulg'ayon kunlarda. Korobkasida ayb yo'q, motorda rasvoti yo'q, 50% kraska. 50% kraska. Puli qanaqa aka qizi? Pulini 4300 dan jicha tushib beraman. Kami bor xolos. Kami bor. Barter bo'lsa Liboy mashinaga barter qilib, Bo'ladi. biz yo'q pul beramiz, yo'q ular pul beradi. Bo'ladi. Nomer desa bank qilib beramiz. Nomeringizni aytib bersa, telefon nomeringiz. 90lik 90lik 541 541 0262 0262 raqamga hammasi bor xullas. Liboy unaqa bo'lar ekan. WhatsAppdanmi, Telegramdanmi telefon qilib aka bilan to'liq ma'lumot olib gaplashib mashinani Liboy pa telefon qila olasizlar ekan. 4 ta yumshoq balon bor, yangi ekan balonlari, qalpoqlar qo'yibdi. Xullas mashina ideal, yaxshi holatda ekan. Yili nechida edi? Esimiz 14. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Qo'shib qo'yinglar. Keyingi mashinamiz Stalon rangda ekan. Motori zo'ra buni ham 1.6. Motor 1.6. Konditsioner bormi yo'qmi? Konditsioneri yo'q. Bu g'irt yetim deganlar mana shu bo'ladi. Bo'ldi, g'irt yetim deganmi? Yetim. Ha, 2014 ekan bu ham. Ha, 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Aynalarga suribga ekan mana. Lekin motori 1.6 ekan, ashin. Legenda dislar u mana. Hamma yo'q joyida ekan. Bu qancha yurgan aka bu? Yurgani 216 ming. 216 ming. Bunisi qanaqa yurgan so'ramabmiz bu. Bu 530 ming yurdi. Oh, Bu Toshkentga yugurib borib, uchib qaytib keldi. Bo'ldi, bu Peravaldan bir o'tgan ekan. Ha, bo'ldi hisob. Peravalda tayinlar ham taniydi. Ha, bu puli qanaqa buni aka buni? Buni $4000 dan tushib beraman. Shu kami bor edi. Kami bor, aniq kami bor. Bo'ldi aka. Agar Bunda ham kamchilik yo'q, motor hadovoy joyida bunda. laklarni zo'r qilib sizga bosib tursa 3800 dan ham jicha tushib beraman. Bo'ldi, $3800 dan ham ozgina tushib berar ekan. Aytib kelaverdim. Bo'ldi, ikki bor uz kanalidanman deb kelsanglar, aka bemalol skidkasi bor ekan. 2014 mashina. 2014 ekan. Kraskasi qanaqa edi, aka? Kraskasi 25%, 30% ga beradi. 25-30% kraskasi bor ekan. Akalar aytadi-yu, 40 ta suti bor, 30 taga bera olaman Ha, deydi-yu. shunaqa ekan. Motor holatlari joyida ekan. 20 ta 25%. Strashnik kaltagi yo'q aka? Yo'q, strashnik kaltasi. Bo'ldi. Kesilib ulangan joyi ham yo'q. Yo'q. Behijolat. Xudo xolasa zo'r ekan mana. Bunga ham nomeringizni aytib berasiz? 90lik 90lik 541 541 0262 0262 raqamga 24 soat yoniq ekan akamiz nomerlari. Ikkovi mashina sotilar ekan mana. Tanlov o'zingizlardan, rangi bunaqasi bor, stanloyi bor. Bu prostoy mesorobkasi ekan mana. Oynalari mesorobka ekan. Ichki holatlari mana akalar. Qadrli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Nexia 2 Stalon rangda ko'rib turibsizlar. 2011-yilda ishlab chiqarilgan 4 ta yap-yangi baloni bor ekan, qalpoqlari bilan. Ha. Xudo xolasa akkumulyatorlar ham yangi ekan. Orqa tomon mana qoraytirilgan orqa oynalar. Poliklar bor mana. Ko'tarib tushishlar mana knopkada. Chexollar yangisini daf qo'yishdi mana. Ichki holatlari yaxshi, chiroyli, go'zal ekan.
Yurgani qancha aka buni? 400 400 ming. Kraskasi top toza. Motor ходовой коробка deyshi-yu. Hamma yo'q joy-joyda ekan. Puli qanaqa aka buni? 4,5. 4,5 ming kami bor xudo xolisa. Chet beramiz. Bozor qancha qiling? 3900 beryapti. 3900 beryapti. 4 tepasi bitadi. Nomeringizni aytib bersa? 93lik. 93lik 411 411 70 04. 70 04. Bemalol gazi bormi? Yazı bor, kanser bor, lüks kanser. 1.6 ekan, lyuks kondisioner ekan. Mashinamiz ideal yaxshi holatda ekan mana. Kraskasi top toza stansda ekan akalarga mana bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Shu nomerga zo'rdan topib, bittadan like bosib, paddesh qilib turamiz. Navbatdagi mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli yana 1.6 Nexia 2 mashinamiz mana 1.6 motor ekan. Motorda rasxod yo'q-a? Yo'q, rasxod. Motor ходовой коробка joyida. Korobkalar joyida, ходовой o'rtacha. Ходовой o'rtacha ekan. 4 ta yumshoq baloni bor, o'rtacha holatda ekan. Ha, o'rtacha. Qalpalar bor. Ichki holatlari, xudo xolasa, chexol bor ekan mana. Chexol bor, polik bor mana. Bar bor. Mana holatlari xudo xolasa yaxshi holatda ekan. Kraskasi qanaqa hoji aka? Ish tomonda bor 30-35. Mana shu tomonda 35% kraskasi bor. Qolgan yeri joyida. Joyida. 3 litr ham Metan gazlari bor. metani bor. 3 litrlari ham yo'q joyida. Kalta yo'q, strashli kalta yo'q. Kalta yo'q. Yo'q, liboy dokument bo'laveradi. Yo'q. O'z nomingizdan? Letrechili. Yo'q. Akamiz Trechili ekan. Ko'raverasizlar. Ha, 2000 dollar puli bo'lsa variantga chiqaveradi bu yog'i. Necha oygacha? 5-6 oy, 3-4 oy. 3-4 oygacha variantga chiqaveradi ekan. Puli qanaqa o'zi? O'zini puli 3800, 3,5 dan ozgina o'tib beraman. 3800 dollar deb aytyapti. 3,5 mingdan ozgina o'tib berasizmi? Bo'ldi. Mana 3,5 ming dollarga Nexia 2 2010-yilda ishlab chiqarilgan motor ходовой коробкада hozircha ishi yo'q ekan. 30-40% kraskasi bor ekan. Mashinamiz metan gazi bor. 4 ta o'rtacha holatdagi baloni bor. Telefon nomeringizni aytib bersa? 90lik 90lik 540 540 1035. 1035 raqamlarga aloqaga chiqib, akamizdan to'liq ma'lumot olib, mashina yoqqan bo'lsa, xarid qilishingiz mumkin. Sizlardan bittadan like bosib. Navbatdagi mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqargan oq rangli mashinamiz 1200 dollar pul bo'lsa chiqadi deyapti. Qolgan banki bor ekan, bankini o'zlari to'lab oladi deyapti. Motor ходовой коробкада ish yo'qmi? Hamma joy-joyida. 4 ta yumshoq balon, yangi balon ekan. Metan gazlari bor. Bor. Chiqimlari yo'q. Kraskasi qanaqa edi? Ha? Bor, polnik. Polni bo'lganmi? Asist bo'lganmi? Kalta yemagan, strash. Yo'q. Oldi orqasi butun. Просто bezakka sepilgan. Bezakka krasi sepilgan ekan mana. Ko'rishingiz mumkin. Nomeringizni aytasizmi? Telefon nomeringiz 95lik 95lik 955 955 0208. 0208 raqamlarga aloqaga chiqib, akamizdan to'liq ma'lumot olib, Nexia 2 ni xarid qilishingiz mumkin. Mana 1200 dollar pul olasiz, qolganini 35 million krediti bor deyapti. Oyma-oy to'lab boraverasiz. Endi Oy 2,900 dan tushadi. oyiga 2,900 dan tushadi. Qanchagacha? 18 18 oy. oy. 18 oyga shundan tushar ekan, bemalol o'zingiz to'lab. Endi imkoniyatim yo'q, 1000 dollar, 1200 pulim bor deganlar, mana tayyor banki bor. Nexia 2 akalar. Gazini bosinglar. Navbatdagimiz Nexia 1 ekan. Nexia 1 mana 715 nomeri. Qora buferligidan. Aka buni motor ходовой коробкasi qanaqa? Yurish-turishlari joyidan? Hamma yo'q zo'r. Bo'ldi. Buni kraskasi qanaqa? Oldi orqa butun. Oldi orqasi butun. Ha, polni asli to'lgan. Saradan qaytgan ekan. Hujjatdan muammo yo'q-a? Hamma yo'q joy-joyida ekan mana. Buni puli qanaqa endi buni? Yangiroq? 2800 kami bor. Bozor qancha qildi aka bu? 2200 ga bermadi aka. 2200 ga bermadi. Qo'shilsa ketadi xudo xolasa. Xudo xolasa. Bunga ham nomer aytsa? 95lik 95lik 955 955 0208. 0208 raqamlarga aloqaga chiqib, akadan to'liq ma'lumot olib, mana Nexia 1 mana qora buferligidan, Nexia Prostoydan minaman deganlarga mana Nexia 1 yaxshi holatda ekan. Minsa bo'laveradi. 4 ta yumshoq baloni bor. Yaxshi holatda balonlar hamja tugab ketmagan. Ichki holatlari polik tashab olasiz. Bari bor ekan. Siqollar yaxshi holatda. O'ziga moslab bezab olaverasiz aka. Mana Nexia 1 ko'rsat ukam deganlarga mana tayyor Nexia 1 mana. Puli arzon mana. Pul bo'lish qancha aka? Naqqa. Nodir aka, naqqa bo'lishiga qancha berasiz? Nexia 1dir.
Naqqan ish pul. Obunachilar so'raganlar bor. 22 ga bermadim, 23 bersa berib olaman. 2300 dollargacha berib yuboramiz, xudo xolasa. 2300 ga bermadim. 2300 dollarga bermaganga beraman deyapti akamiz. 4 ta normalniy baloni bor. Holatlar yaxshi. Bemalol xohlasangiz oilangizni olib yursangiz ham bo'laveradi. Uyat qo'yaylik. Normalniy holatda mana. Tikoni puliga Nexia bir. Nima deyapti aka? Bemalol gazini bosaverasizlar mana. Bittadan like bosib, paddashga yoqamiz.